Samarqand shahrida UNESCOning 43-bosh konferensiyasi doirasida maktabgacha ta'limni rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan tadbir o'tkazilmoqda. Unda ta'lim sifatini oshirish, tajriba almashish va mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish masalalari muhokama qilindi. Muxbirimiz jarayonlar haqida batafsil so'z yuritadi. Mazkur tadbirda maktabgacha va maktab ta'limi tizimi mutasaddilari, UNESCOning O'zbekistondagi vakolatxonasi va UNICEFning vakillari ishtirok etyapti. Tadbir avvalida aynan maktabgacha va maktab ta'limi tizimida amalga oshilayotgan islohotlar haqida fikrlar bildirib o'tildi. Ta'kidlash joizki, so'nggi yillarda mamlakatimizda aynan ushbu sohada ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda va ayni paytda Samarqand shahrida o'tkazilayotgan mazkur muhim anjuman davomida bu haqida ma'lumotlar ham taqdim etildi. Shuningdek, Markaziy Osiyoda eng birinchilardan bo'lib, aynan Toshkent shahrida tashkil etilayotgan maktabgacha ta'limni rivojlantirish borasidagi ikkinchi toifali mintaqaviy markazning tashkil etilayotganligi haqida taqdimot ham o'tkazildi. Ushbu markazning ochilishi O'zbekiston va UNESCO o'rtasidagi uzoq yillik hamkorlikning yaqqol namunasi sifatida ko'rsatib o'tildi. Ayni kunlarda Samarqand shahri mezbonlik qilayotgan UNESCO bosh konferensiyasi doirasidagi tadbirlar haqida keyingi dasturlarimiz orqali batafsil ma'lumot yetkazib boramiz. Nozima Karimova, Hudud informatsion dasturi uchun Samarqanddan.